Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 23-aprel. Dala sharoitida yetishtirilayotgan qulupnaylar. Bu yoqqa Kingsberry sorti ekilgan. Keyin Alba sortlaridan ekilgan, keyin koreyskiy Minkan sortidan ekilgan. Bularni hozir hammasini video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, bu yoqqa bize 130 dona ko'chat olib kelib, shu yoqqa ko'paytirib ekkanmiz mana. Hozir bular to'g'risida to'liq ma'lumotlar berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Kingsberry sortlari. Hozir borib egasi bilan gaplashamiz. Bu men sindoshim bo'ladi. Faqat telefonga olaman endi sen ham. Basharaman. Yaxshimisan, olaman basharaga. Men sindoshim Bahodir bo'ladi. Bultir baho ikkalamizni sen 100 ta, men 130 ta ko'chat olib kelganmiz, to'g'rimi? O'sha yerdan ko'paytirilib qancha joyga ekildi? 3 ta dugami? 3 ta duga. 3 ta duga ekildi, yana ko'chatlar sotilgan bu yerdan. Hop, bemalol bu duga qancha chiqadi baqa? Necha sotuv chiqadi? Necha sotuv chiqishini bilmayman. Mana kattaliklari, mana yiri qulupnaylar mana. Yo'lan. Mana ochib ko'rsatgan, ochgan. Orasini men bundoq ko'rsatdim. Bu nechinchi terim uje? Hozir 7-8. 7-8 terimda mana. Har safar video olamiz deymiz. Qolib keturadi mana. Mana qulupnaylar. Rasa vij solgan edi lekin bitta yomon tomoni bor ekan. Namli ko'payib ketsa qulupnaylar chirib ketar ekan. Kattaligini mana kattaligini ham ko'rsatib deyapti. Go'tchani mana anaqa ustiga qo'ygan. Ya, sigaret qanaqa pachkani. Sigaret pachkasi. Mana qulupnay mana. Kattaligi mana shundoq. Men telefonda hozir kattaligini to'liq aniqlaymiz, lekin go'tchani bemalol yopib o'tib ketaman. Sigaret pachka. Mana anaqa. Bu hozir aralashtiryapti, katta yeri aralashmadi. Chiriganlari ham bor. Mana chiriganlari mana bunaqa yerga sal tegib qolsa chirib qoladi. Shu yerga 130 ta ko'chatdan ko'paytirib ekilgan qulupnaylar. Mana hosildorligi hatto uni orasida olishga qiynalib mana. Ko'p, juda ham ko'p hosillari. Bu anda kelganda rasi vijillayotibdi xomligida. Kamayib qopti-ancha. Cherizdan teri olsa, necha kilodan teri olsa? 75 kilodan cherizdan terilayotgan ekan. 3 ta dugadan-da. Uje 7-terim. Bozorda qanaqa-anaqalari buni tortimi? Vaj talash. Nomradim bo'ldi. Koreyskiyni ham sindirdi. Faqatskiyda. Yegan odam shuni oldidan ketolmayapti. Mazasi ham zo'r. Вообще koreyskiy qo'yib qo'ysangiz, koreyskiy olmasdan mashina oladi deydi. Shunaqa deyapti, bozorga chiqqanda koreyskiy nomi buni olayotgan ekan. Bu tamom bo'lgandan keyin koreyskiyga yopishayotgan ekan. Ungacha koreyskiydan ham shirin. Mazasini yeb ko'raylikchi. Bittasini olaylik. Yo, kichikroqini ber. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Har qatda zo'r. Ham yumshoq.
Yishli, yumshoqroq, yumshoq, suvli. Bu katta bo'lganimda yengilroq chiqadi. Koreyskilar agar shundoq bo'lsa, bundan 20-15 gram og'irroq chiqadi. Bu hozir bittasi mana shu 60 gram chiqsa kerak. Bittasi 60 gram, kattasi 60 gram chiqadi. Eski bombamizga o'xshaganda endi qarasang. Pastda yana hali alba sortidan ham ko'chat qilib berganman, o'zi o'shandan ko'paytirib ekib olgan. U albadan nechta duga? 2 tami? 3 ta. Undan ham 3 ta duga. Ular endi qizaryapti. Yo'q, faqat oqarib turibdi hali. Ha, endi donga kirdi. Xudo xolasa ularni keyingi videolarda video qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozir ular gullab turibdi. Mana pastda shunday olsang ham bo'ladi. Mana keyingi safar aniq qilamiz. Agar undan bir 600 ta ko'chat bergan edim. Undan ham ko'paytirib 3 ta duga qilib olgan. O'zim ham undan ko'chatlar qilib bu yil sotdim. O'sha alba ko'chatlardan. Ikkinchi beri ham oldingi shu yerdan ko'chatlar qilib sotganmiz. Nima deysan? 2 marta tersa bo'ldi, tamom bo'ladi. Hamma yaxshi tomonini ko'rsataveraman. Mana bunaqa irib chirganlari chiqadi. Ko'proq chiqadi bunda. Yerga tegib qolganlari buni kamroq sug'arish kerak ekan. Keyin salani nima desam ekan? Mana bunaqa kasallik ko'proq tushadi bunga. Oq bo'lib irish nimasi ko'proq. Har bir haftada perikus yeb turibsan-a, Baho? O'sha doridan, perikurdan sepib turish kerak. O'sha kasallikni oldini olib turadi, donlarini qotiradi o'sha anaqa. Mana. Voy. Mana dahshat solgan. Bu yog'i maydaroq, mana bu yog'i mana. Ham kattaligini qaranglar, voy. Katta. Shu katta. To'g'risini aytsam, menga o'zi oldingi yil ekib ko'rganimda uyda yoqmagan edi, kasal tushib. Dalada ochuv joyda yaxshi bo'lyapti. Uyda uncha o'xshamadi, Baho, paning ichida. Kasal tushib ketdi Teplitsaga. Teplitsaga uyda kasal ko'proq tushib ketdi. Havo yaxshi aylanmagani hisobiga, lekin ochuv dalada zo'r ekan. Dalaga mos ekan. Dalada bo'lar ekan mana. Mana buni o'zi zo'r deb bilmasdim, lekin hosildorligi mana bunaqa kattaligi bo'yicha zo'r lekin. Faqat kun isib ketsa sal bo'shashib qoladi, shu tomonlari yomonroq. Lekin mazasi zo'r. Mana Begmat. Salom. Mana ko'rmanglar. Yiri-yirilar, bu yerda aralash. Hozir 7-terim demasizlarmi? 7-8-terimmi? Aprelda boshlangan. 2-aprel 1-terim bo'lgan. 2-aprel, ha. Mana 2-aprelda terim boshlangan ekan. Bu yoq tomoni mana ko'rsatib, jiyan yaxshimisan? Salom. O, mana bu yerda ancha yirik bu yerda. Ko'rtinglar, bu yerda yirik. Orqa tomonidan yirik chiqadi. Xudo xolasa albalarni ham ko'rsatamiz. O'tda albalar duga qishda yopilmagan. Yaqinda kichkina duga qilib yopildi. Endi bu koreyskilar bo'shagandan keyin uni dugasini yoqqa ko'chirishmoqchi. Hozir koreyskiy sort, mana tomon koreyskiy emas, Baho, bu yoq ham ikkinchi berigida. Koreyskiy Pishmadi, o'tda yo'q. Koreyskiy
Qaraysiz, mana men bundan keyin. Yo, bu doni bormi? Hayda, yaxshi bo'lmadi. Qaraysiz. Hozir koreyskini. Tugayapti, yo'q, hopir. Koreyski уже tugayapti. Nechta terim bo'ldi unda? 5 ta 6 ta terim bo'libdi. Hosildorlik unaqa zo'r emas deyapti. Mana koreyski sortlar hosili bor, lekin mayda bilan. Mana. Bu yil hammani qulpnagi koreyskilar maydaroq bo'lib qoldi. Bor biladi ham hosil mana. Yana ikkita terim tiqladi. Bu koreyski sort. Mana qulmaylar. Bu tavji 6 martadan 7 marta terdim deyapti mana bu yerda. Lekin Kingsbury men o'zim kelib ko'rganimda hali pishmasdan oldin rosa so'gan edi. Ayni sovuq, yomg'ir yog'gan kunlari kelib ko'rgan edim. Mana bu ikkinchi dug'o'zi. Bu hali terilmagan deyishyapti. Voy, men bu yoqqa ham kirib ko'raylik. Deydimi? Donlarimni ochib ko'rsatgan yonlarni. Bular tugayotgan payt hozir. Tugayotgan payti. Hali men katta yuriq joylarini ko'rsatgan. Mana. Mana yo'llarni ham. Bu yerdan oldingi bu yoqqa ekor faqat bu tomondan ko'chat olingan. O'shanga Sal maydaroq bo'lib qolgan. O'sha yoqni ham nariyoqqa o'tdan ko'chat olinmagan. Lekin bu qulpinida yirik qulpina yo'q. Biz faqat ski bo'yicha. Bozor bo'yicha. Bozor bo'yicha boramiz. Bundan yirigi yo'q. Bundan Yirigi shu hozir. tortdimi qanaqa? Tortimiz zo'r, talashib olishyapti, talash. Navbat koreyskidan ko'ra mana shuni ko'p anaqalar ko'p klientlar. Bu yaxshiroq ekan deysan? Ha, bu zo'r ekan, prosta shu kasalligiga chidasa bo'ldi. Kasallik o'shani oq anaqa tushib ketishi yomon ekan-a? O'shanisi yomon. Mana. Mana hosillari. Sal kechib kelib olib qo'ydik-a videoga. Ha, voqeroq kelganingizda massa payt Mana hosillar. jillayapti. Hozir bu tugadi degani. Kelmadim-da, o'shanga bir video qilaylik, endi boqaga terganingda chaqirsang boraman dedim. Hosildorlar rosa ko'p. Bu yerda oldingi yil yozda faqat ko'chat olingan bu yerda. Misol uchun boshqa koreyskiy qulpina ko'chatni olib turib eksak, bunaqa hosil bo'lmaydi. Mana ko'chat olinmaganlarini ham ko'ring. Ko'rdim, o'tdi. Men endi kelib Hech o'zim narsa yo'q. jinni bo'lib qoldim, rosa g'ij-g'ij solgan edi. Mana. Bu maydaroq. Nisbatan. Mayda o'xshamadi degan joyi. Mana orasiga balgaski ham ekib chiqishgan. Mana. Bundan keyin balgaski ham bo'lib ketadi, xudo xolasa. Hozir endi anti terib qo'yganini ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Bular oq-o'kka bo'ladi-da. Mana hozir nechta to'g'richa? 1 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. 7 ta to'ladisa, baho ham olib chiqyapti. 8 ta yana. Xudo xolasa nechta chiqadi? Kuniga 15 ta, 12 ta chiqyapti-da. To'g'richa. 2 ta dugan tegdi. Hozirgi paytda aniqlar 20 tadan oshiq chiqyapti. 20 tadan shu bu yengilroq 20 ta chiqsa 6 kilodan emas, bu vesi kamroq chiqadi bunda. 5 to'lasi 5 kilo chiqyapti. 5 kilo 200 chiqyapti bitta tog'a. To'lasi. Ha. Koreyskiy 6 kilodan oshiq ham chiqadi. Koreyskiydan yengil lekin. Shunaqa bu yengillik. Lekin bu chiroyli vidi bor. Stol ustiga, to'ylarga, ponni. Mana bunaqa srednilarni ham zakaz tushyapti endi. Bera olmayman. Haqiqatda zo'r. Yirik mana. O'qiyanda. Mana. Kuzatib boringlar, qiziqarli va
kerakli ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz. Kommentariyaga yozinglar, qanaqa savollar bo'lsa, kelasi videolarga shu savollarga javob berib o'tib ketishga harakat qilamiz.